Hamma joyda vahima, hamma joyda shov-shuv. Hantavirus degan balo chiqibdi ekanmish endi. Biz O'zbekistonga ham mana shu virus kelishi mumkinmi? Yana karantin boshlanadimi? Yana pandemiya bo'ladimi? Xullas, mana shunaqangi vahima, odamlarni mana shunaqangi vahimali savollar qiynayapti. Hozir men kamerani joylab olayda, gaplashamiz. Bizgachi chet davlatlardan tibbiyotga ma'lum, noma'lum har xil viruslarni, kasalliklarni kirib kelishini keragi yo'q. Biz o'lib ketishimiz uchun, turli xil kasalliklar tarqalishi uchun bizga shart emasda bunaqangi chet davlatidan kiradigan nima deydi? Viruslar. O'zimizda biz o'lib ketishimizga yetarli sabablar juda ham ko'p. Men hozir kamerani joylab olay. Keyin nimaga bunaqa deyotganimni gaplashamiz. Assalomu alaykum, kanalimizni hurmatli kuzatuvchilari, qadrdon vatandoshlar, sog'-omon bormisizlar? Yuqorida nima uchun bunaqangi fikrlar bildirdim? Mana endi xotirjam gaplashamiz. Inshaalloh hammalaringiz sog'-omon, xonadonlaringiz tinch, xotirjam, biror bir ko'ngilsizlik, noxushlik yo'qdir degan umiddaman. Hozir butun dunyoda bu shov-shuv vahima ildizotgan, o'z navbatida O'zbekistonliklarni ham xavotirga solayotgan mana shu hantavirus. Bu virus haqida gaplashaylik. Avval buni kelib chiqishi kemiruvchilardan yuqadi. Tarqatuvchilar kemiruvchilar, sichqon, kalamush. Insondan insonga o'tishi qiyinroq, yuqishi, lekin yuqqan holatlarda jiddiy oqibatlar bilan yakunlanadi. Ya'ni yengib o'tish qiyinroq kecharkan va bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, isitma, quruq yo'tal, shunga o'xshash ikki xil turi mavjud ekan, simptomlar bilan o'zini bildirar ekan. Endi O'zbekistonliklar, hurmatli vatandoshlarim, nimaga reyslar to'xtatilmayapti, nimaga kirdi-chiqdi yopilmayapti, yana bu koronavirusga o'xshab hammaga tarqab ketadi degan vahimalar bilan xavotirga tushmanglar, bunaqa savollar bilan. Chunki boya aytganimdek, bizni O'zbekistonda turli xil oqibatlari juda ham jiddiy holatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan kasalliklarni tarqalishiga, virus tarqalishiga chetdan kimnidir yuqtirib olib kirish shart emas. O'g'lim yaqinda oyog'i zamburug'lanib terlashni boshladi. Oyog'im qichishyapti degan shikoyatlari bo'ldi. Aptekaga kirdim, ishdan kelyapti, albatta kechroq bo'lib qoluvdi. Charchab turgan paytim ham shoshilayotgandim. Odamlar ham ko'p edi, mendan keyingi navbatda turganlar ham bor edi. Xullas kalom aytdim muammoyimizni, biror bir tezroq ta'sir qiluvchi, effekti bor mahsulot tavsiya qiling dedim. Teymur va mazini taklif qildi. Mayli, bering dedim. Kirgan aptekamamchi, anavi qishloq joyda yashar ekan, birorta chala o'qigan ochib olgan apteka bo'lsa kerak deb o'ylamanglar. Andijonda juda ham mashhur, ko'p tarmoqli, ya'ni filiallari ko'p bo'lgan Akmal Farm edi. Akmal Farmni o'sha menga yaqinroq joyda joylashgan filiali edi. Berdi, qo'limga pulini to'ladim kassaga, shoshilib paketchaga solib bergan, chiqib ketdim. Uyga keldim, o'g'lim oyog'ini vanna qildirib, quritib, chiroyli qilib surtib qo'yay deb shundoq paketni ochib qarasam, bilasizlar menga nima berib yuborishibdi? Aytsam ishonmaysizlar. Agar menga o'xshagan vaziyatga tushganlar bo'lsa, ishonishlari mumkin. Oyoqqa dori so'rab kirsam, boshga dori berib yuborishibdi. Qazg'oqqa qarshi shampun berib yuborishibdi menga. Ertasiga borib, odamlar bu yerga pulini qayerga sarflashni bilmagandan kirmaydi. Shifo qidirib, bemori borlar dori-darmon qidirib kiradi.
oyoqqa dori so'rasam boshga dori berib yuboribsiz. Men boshimda qazg'oq bor, qazg'oq meni bezovta qilyapti demadim, o'g'limni oyog'ida zamburug' bor deb kirdim. Qarang, shampun beribsiz menga maz deb desam, shunaqa xotirjam, hijolatchilik yo'q, uzr yo'q. Voy, adashib ketibman-da deb mana bu spreyni berishdi. Endi meni qiziqtirgan narsa, o'ylantirgan narsa, qanday adashib ketgan bo'lishi mumkin? Buni mana shtrix kodini tekshiruvdan o'tkazadi, balo battari QR kodni kompyuteridan ko'rib berdi. Borib kassiri oldidan oldim buni, to'lov qildim kassaga. 3 ta xodim aptekada birortasi ham sezmasligi, ko'rmasligi mumkinmi? O'rtoqlar, hushyorlikka chaqiraman sizlarni. Dorixonaga biror bir zarurat, oddiy bosh og'rig'i bilan kirib og'riq qoldiruvchi dori so'rasanglar ham, uni haqiqatdan siz so'ragan dori ekanligiga ishonch hosil qilib, tekshirib, hattoki surogigacha, saqlash, qo'llash muddatigacha tekshirib olib, keyin sotib olinglar. Ayniqsa turli xil inyeksiya qilinadigan mahsulotlarni sotib olayotganinglarda yoki og'iz orqali qabul qilinadigan dori-darmonlarni sotib olayotganinglarda e'tibor beringlar. Tarkibi bir xil, boshqa firmalar, kompaniyalar ishlab chiqargan, boshqa davlatda ishlab chiqargan, lekin bajaradigan operatsiyasi bir xil ta'sir kuchga ega deb, mana qarang deb qog'ozni ko'rsatishi mumkin, instruksiyasini yoki korobkasini ko'rsatishi mumkin. Bir xil tarkibi deb biron nima o'rniga boshqa narsa berib yuborsa, olmanglar. Bu yozib qo'ygan bo'lishi mumkin, lekin uni dozasi har xil bo'lishi mumkin. Antibiotiklar ayniqsa. Tez mana shu antibiotikdan ahvoli yomonlashib olamdan o'tganlar haqida xabarlar tarqalyapti. Guvohi ham bo'lyapmiz. Oddiy bitta ukoldan yoki doridan allergiya bo'lib, ahvoli og'irlashib, har qancha harakat qilinmasdan hayot saqlab qolinolmayotgan vatandoshlarimiz bo'lyapti. Endi shifo qidirib borgan joyingda boplab gormonlarni urib, gumburlatib, 10 kunning ichida seni sog'ayib ketdingiz deb kuzatib borayotgan xususiy klinikalar haqida gapirmasam ham bo'laveradi. Bemorlar tayyor daromad manbai sog'in sigir bo'lib qoldi. Insof bersin hammamizga. Ana egninglarga oq xalat kiyayotgan vaqtinglarda, mana shu kasb tanlagan vaqtinglarda ichgan qasaminglar esinglardan chiqmasin. Qasamni ham qo'yinglar, mayli. Inson hayotini ishonib boradi ostonanglarga. O'lsin pul, barakot, rizq Allohdan. Sidqi dildan ishlanglar. Kasalini uxlatib qo'yib, 3 oydan keyin sodda falon doktorga borganimda esingdami bolam? 10 kun davolanib chiqib zo'r bo'lib qoldim. Yana o'sha yerga borib 10 kun yotib chiqsam yaxshi bo'lib qolaman deb borib pulini bor budini sarflayveradi. Vijdonan yondashaylik. Bu tibbiyot sog'liqni tiklash maskanida. Soha shu. Sog'liqni yo'qotib yo'q bo'lib ketish degan joy emas bu. Yo'q bo'lib ketish uchun zamin yaratadigan soha ham emas. Zo'r ishlayotgan, haqiqiy o'zini sohasini mutaxassislari bor. Bularga hech qanaqa e'tiroz yo'q. Aksincha bosh tojisiz. Sizlarni dunyoga keltirib, tarbiya berib, mana shu kasb egasi qilib qo'ygan ota-onalarga rahmat. Qo'llaringlar dard ko'rmasin. Lekin dadasini puliga, ayasini puliga va yoki biror bir amaldor qarindoshini puliga o'qimasdan sohani mutaxassisi degan diplomni olib, xalat tikib olib, odamlarni boplab ta'zirini berayotganlar, bu oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Alloh kechiraman degan. Endi yana boshqa bir masala, o'rtoqlar.
modomiki gap dorixonalarda sotilayotgan dori darmonlar haqida ketayotgan ekan, xabaringlar bor, ko'zinglar tushayotgandir. Bunaqangi ko'ngilsiz, noxush holatlar haqidagi xabarlarni bitta men o'qimayotgandirman, bitta men eshitmayotgandirman. Vijdoni hakalayotgan, Allohdan bexabar ba'zi bir nafsiga qul kimsalar umuman dori deb bo'lmaydigan, lekin dori qutilarida dorilarning nomi bilan turli xil qalbaki mahsulotlarni ishlab chiqarib pul topaman deb odamlarni zaharlash bilan ovora. Eng meni o'ylantirgan narsa, mana shu mahsulotlarni litsenziyasiga qaramasdan, tekshiruvdan o'tganmi, Sog'liqni saqlash vazirligi ruxsat berganmi, bu narsani surishtirmasdan, tagiga yetmasdan arzongarovga o'sha dorilarni sotib olib, betingga baqirayib, uyalmasdan sotayotgan dorixonalar egalari va o'sha dorixonada ishlayotganlar. Mutlaqo bexabar bo'lishinglar mumkin emas. Mutlaqo. Bu uzr so'rab, bilmabman, xabarim yo'q edi, bu yemaymiz. O'sha bunaqa yolg'onlarga, bunaqa bahonalarga qornimiz to'q. Hushyor bo'linglar, sizga o'xshagan boshqa biror bir kazzob sizni bir yaqiningizga mana shunaqangi dori sotib, bir falokat, bir ko'rgilik boshingizga tushsa, bilasiz odamlar nima havolga solayotganingizni. Shu o'rinda Sog'liqni saqlash vazirligi, mana shu farmatsevtika sohasi bo'yicha mutasaddilar bu holatga jiddiyroq yondashishlarini so'ragan bo'lardim. Chunki kimnidir nafsini deb hech narsada aybi yo'q bemorlar davo istab borgan joyda battarroq bir og'irroq kasallikka duchor bo'lib va yoki davolab bo'lmaydigan holatga tushib, eng yomoni o'rnini to'ldirib orqaga qaytarib bo'lmaydigan vaziyat o'lim netib qolmasin. Mana shunaqangi nafsi buzuqlarni qurboniga aylanib qolmasin. Sizlar modomiki mana shu sohani mas'ullari ekansizlar, boshqaruv pulti sizlarda ekan, o'zinglarni vazifanglarga vijdonan yondashishinglarni so'ragan bo'lardim. Xalqni duosiga qolasizlar. Endi ikkinchi masalaga kelsak, viruslarni, turli xil yuqumli kasalliklarni ko'payib ketishi uchun biz o'zimizda juda ham keng shart-sharoitlar yaratilgan, bilasizlarmi? Sekin ostonangizdan tashqariga chiqing. O'z vaqtida maishiy chiqindilar yig'ishtirilib tozalanib ketmagandan keyin o'z-o'zidan ostonangizdan boshlanadi. Yashab turgan ko'changiz, mahallangiz, mahalladan chiqqaningizdan keyin qo'shni mahallalar. Kunlar isib, Allohga shukr, mana yoz kunlariga ham yetib keldik. Endi bu chiqindilardan turli xil bakteriyalar, mikroblar atrofda yo'rakka tarqalib, havoni ifloslantirib, turli xil yuqumli kasalliklar, allergik kasalliklar, toshmalar, nafas qishishi va hokazolar, zaharlanishlar ko'payishiga o'z-o'zidan zamin yaratadi bu narsalar. Meni o'ylantirgan narsa mana shu toza hudud, atrof muhitni tozaligi bo'yicha mas'ullar mana shu maishiy chiqindilarni yig'ishi bo'yniga olgan mas'uliyat cheklangan jamiyatlarni tekshirish vakolati yo'qmi? Ekologiya deylik masalan. Hududlarga mas'ul maishiy chiqindini yig'ish bilan shug'ullanadigan mas'uliyat cheklangan jamiyatlar, sizlarga murojaatim. Sizlarni ish faoliyatingizda biror bir muammo bo'lmasligi uchun yaxshigina bir qonun ishga tushdi. Agar iste'molchi, fuqaro maishiy chiqindi pulini vaqtida to'lamasa, elektr energiyasi uchun to'lovi hisobga olinmaydi. Olingan taqdirda ham to musurdan to'lovingizni qilib qo'ymagunizcha yonmaydi. To'g'rimi? Agar biz o'zimizni iste'molchi sifatida vazifamizni bajarmasak, uni oqibatlari haqida yaxshigina ogohlantirildik va bu amalga tatbiq qilindi. Shartnomani tuzuvchi sifatida, xizmat ko'rsatuvchi sifatida siz nima uchun o'zingizni xizmatingizni vaqtida chiroyli qilib iste'molchini
mijozni to'laqonli qondiradigan, xursand qila oladigan darajada bajarmayapsiz. Nima uchun? Nafaqat chekka hududlarda maishiy chiqindilarni o'z vaqtida yig'ishtirilib tozalanib ketmaslik holatlari, balki shahar markazlarida ham jiddiy idoralar joylashgan ko'chalarda ham uyum musulga ko'zimiz tushyapti. Sizlar qayerga qarayapsizlar? Texnikadagi nosozlik, deylik, o'sha axlat tashiydigan mashinalarni motori o'tirib qolishi yoki biror bir detalning ishdan chiqishi eng ko'p ishlatiladigan bahona. Xo'p, bir hafta 10 kun ta'mirlanishi uchun vaqt ketadi. Bitta transportga ega emasdirsizlar. Xizmat ko'rsatishni boshlashdan oldin o'zingizni hududingizni aholi soni qancha xonadon borligi ro'yxati beriladi, to'g'rimi? Shartnoma qilayotganingizda bilasiz siz qancha xonadonga, qancha fuqaroga, qancha aholi soniga ega bo'lgan hududga xizmat ko'rsatishingizni. Ko'rsatib o'tiladi bu narsa sizga. Sizni transportingiz, texnikangiz, ishchi kuchingiz yetarlimi? Yetarli qilib olib keyin faoliyat boslasanglar bo'lmaydimi? Hech bo'lmadi deganda o'sha tushumni orqasidan tez mashinalarni texnik ko'rikdan o'tkazib, qishda faqat yoqilg'i bahona bo'ldi. Faqat yoqilg'i bahona bo'ldi. Yoqilg'i bahona bo'lsa, hech kim ko'chaga chiqmasdan o'tirmadi-yu. Lekin ko'rsatmagan xizmatingiz uchun qishni o'sha oylariga biz to'lovni qildik. Ko'rsatmagan xizmatingiz uchun olgan pulingiz endi qanchalik jig'ildoningizga hazm bo'lib ketadi, u Alloh bilan o'zingiz o'rtangizda qoldi. Qanchalik halol yoki harom, biz to'lovni qilib qo'ydik lekin. Xo'p, qishda yoqilg'i muammo edi. Bu juda qattiq sovuq bo'lib, anomal sovuq muzlamalar, qattiq yog'ingarchilik ham bo'lgani yo'q o'zi. Bo'pti, o'tdi ketdi, qishni bir balo qilib ko'rsatmagan xizmatingizga ham pul to'lab o'tkazdik. Endi yorug' yoz mana bu issiq kunda o'ylayapsizlarmi odamlarning sog'ligi uchun qanchalik xavf tug'dirayotganinglarni, qanchadan qancha kasalliklar kelib chiqishiga bemalol shart-sharoit yaratib berayotganinglarni? Andijon tumaniga xizmat ko'rsatadigan maishiy chiqindilarni yig'ish uchun mas'ul bo'lgan mas'uliyat cheklangan jamiyat nomingizni aytayotganim yo'q. Men sizga so'z bergan edim kecha. Agar mahallani 5 ta ichki ko'chadan iborat shu kichkinagina 2000 tadan sal ko'proq 550 ta 600 ta xonadondan iborat mahallami hamma ko'chalarda chala-chulpa tozalab ketgan musorlaringizni yig'ishtirib chiqib ketmasangiz, tanqidiy bitta video qilaman deb. Bu bitta fursat bo'ldi. Hali nomingizni aytayotganim yo'q. Lekin Andijon tumani rahbarlari, Andijon tuman ekologiyasi kim haqida gap ketayotganini, qaysi mas'uliyat cheklangan jamiyat haqida gap ketayotganini o'zlari yaxshi tushunib oldi deb o'ylayman. Sidqi dildan, vijdonan xizmat ko'rsatinglar. Olgan pulinglarni ham yayrab yashnab ishlatinglar yaxshi kuninglarga. Yana ham rivojlanishinglar uchun. Shu o'rinda nafaqat Andijon tumanidagi, butun viloyat bo'ylab, butun respublika bo'ylab, barcha viloyatlarda mana shu maishiy chiqindi bo'yicha xizmat ko'rsatadiganlarga murojaatim. Iltimos, texnikani, ishchi kuchini yetarli holatda aholiga xizmat ko'rsatinglar. Odamlar og'rinmasin. Sizlar sabab bo'lib turli xil kasalliklar, turli xil oqibati yomon holatlar bilan tugaydigan ko'ngilsizliklar sodir bo'lmasin. Hozir ko'chaga chiqib ishlab pul topib, bitta non topib kelib, bola chaqa boqish o'zi bo'layotgani yo'q. Har xil yuqumli kasalliklar bilan xastalanganlarni sog'ligini qayta tiklash uchun dunyo pul kerak. Bir-birimizni qiynamaylik. To'lovni vaqtida qilyaptimi? Siz ham xizmatni go'zal qilib joy-joyiga qo'yib, bajarib qo'ying, ko'rsatib qo'ying. Bir fuqaro sifatida, iste'molchi sifatida, mijoz sifatida
haqqimiz bo'lganini so'rayapman. Osmondagi oyni kulcha deb olib bering, yeyman deyotganim yo'q. Shu o'rinda o'zimizni ham fuqaro sifatida yo'l qo'yayotgan ancha-muncha kamchiliklarimizni ham gapirib o'tmoqchiman. Yog'ingarchilik mavsumida ayniqsa o'zimizga qiyinchilik tug'diradigan holatlar. Mana Toshkentda poytaxt bo'lishiga qaramasdan metrolarning ichigacha suv to'lib ketdi. Suv toshqinlari bo'lib, suv toshib ketdi, suv bosib ketdi hamma joyni, markaziy ko'chalarni ham. Ko'ngilsiz holatlar sodir bo'ldi. Bo'lyapti ham. Qo'shni viloyatlarda ham, boshqa viloyatlarda ham, bizning Andijonda ham kuzatildi. Baraka topkirlar shahar markaziy ko'chalarida, hatto ichki ko'chalarida ham hamma tomoni pastda ikki yoni beton qoplama bilan qoplangan kichkina ariqchalar, suv oqova yo'llari bor, to'g'rimi? Latoklar. Bir ko'chaga chiqqaninglarda e'tibor berib qaranglar-da, tozamikan, pokizamikan. Hamma narsa bor. Hamma narsa bor. O'sha ariqlarning ichini fahm farosatsiz odamlar to'ldiryapti. Biror bir amaldor kelib, musor otib to'kib ketayotgan joy yo'q. O'tgan ketgan o'sha yo'ldagi yo'lovchilar marojnisini yeydi, qog'oz bilan cho'pagini tashlaydi, suvni ichadi, baklashkasini otadi, biror bir mevani yeydi, po'chog'ini otadi. Sigaret chekadi, korobkasini irg'itadi. Ko'chasida biror bir mushukmi, kuchukmi, bironta kichikroq hayvon o'lib qolgan bo'lsa, olib chiqib o'ligini ham irg'itadi. O'zini eshigini tagida sasimasa bo'ldi-da. Vaqtida tozalab yig'ishtirilib ketilmagan musor qo'shiladi bunga. To'lib yotdi o'sha ariqlarning juda ko'pchilik. Tez ko'zim tushadi. Shaharning markaziy joylarida ham pashsha bosib, chivin bosib, qurt bosib, daydi itlar, kuchuklar, mushuklar titkilab yig'ishtira olmasdan mana shu ko'cha bilan bitta bo'lib yotgan chiqindilarga ko'zim tushadi. Konteynerlardan to'lib toshib ketgan. Siz vaqtida uni yig'ishtirib ketmaganingizdan keyin nima qilsin odamlar? Olib borib o'sha yerga to'kadi-da. Ayniqsa ko'p qavatli imoratlarda turadigan, domlarda turadiganlarga jabr. Endi hovlida turadiganlar ham uyiga, hovlisiga ko'molmaydi, chunki u musor ichida, palakatning ichida yashashni xohlamaydi. Boshqa birorta mashinaga yuklab biron yerga olib borib to'kadigan bo'lsang, jarima bor. Yoqib yuboradigan bo'lsang, jarima bor. Uyning ichiga ko'mishga ham o'sha ruxsat yo'q. Xohlamaysan ham hamma joy handaq bo'lib ketadi, ko'miladigan bo'lsangiz. To'g'rimi? O'sha toza hudud xodimlari masjidni muazzini mezanasiga chiqib azon aytmasdan oldin o'rnidan turib supurgisini ko'tarib ko'cha supurishga chiqib ketadi. Hoy, baraka topkur, farosatdan nasibasini olmagan, onang tengi, xolang tengi, balki onangdan ham yoshi katta bo'lgan, otangdan ham yoshi katta bo'lgan odamlar sen bilan meni musurimni arzimagan pul evaziga tozalayapti. Sen qo'pol qilib aytganda ko'tingni osmondan qilib do'nqayib uxlab yotgan vaqtingda ular chiqib seni shaltog'ingni yig'ishtiryapti. O'sha yerga yurib ketayotgan yo'lingga tashlayotgan axlating birinchidan vijdoningni ustiga to'kilayotgani, vijdoningni ustiga tashlanayotgan chiqindi hisoblanadi. Tashlaverganingda o'sha chiqindini tagida qolib ketgan vijdon chiqib o'zini borligini eslata olmaydigan darajada. Shu uchun qayta qilasan shu ishni. Qayta yashab turgan joyingni iflos qilasan. Qolaversa, o'sha odamning mehnatini mensimaslik. O'zingga savol ber. Men biror narsani tuzib qo'ysam, kimdir kelib buzsa, mehnatimni beqadr qilsa, men qanaqa holatga tushaman? Qanchalar jahlim chiqadi. Ko'nglim og'riydi, asabim buziladi. Qilgan mehnatimni birov qadrini bilmasa deb. Bizga chet davlatdan kelib birov yashab turgan joyimizni tozalab yig'ishtirib bermaydi. O'zimiz suv ichib baklashkasini irg'itib, muzqaymoqni yeb korobkasini, qog'ozini tashlab o'zimizni iflos qilyapmiz. Eng qizig'ini aytaymi? It ham
yotgan joyini dumi bilan supurib tozalab keyin yotadi. Buni hammaga qaratib aytmayapman. O'sha ko'cha-ko'yda yurish-turish madaniyatidan bexabar, farosatdan o'zini nasibasini olmagan, bemalol qadam bosib borgan joyini iflos qiladiganlarga aytyapman. Yana bitta yomon odamlar bor oramizda, uyini tozalaydi, uyini atrofini tozalaydi, chiqindisini olib chiqib, boshqalarning ostinasini tagiga tashlab ketadi. Yoki o'sha maxsus konteynerlar qolib, to'g'ri kelgan daraxtni tagiga otib ketadi. Siz bilan menga o'xshagan odamlar tozalaydi, siz shaltog'ingiz. To'g'ri, sizni tutib ola olmasligi, yoqangizdan olib nima qilyapsan deya olmasligi mumkin bechoralar. Lekin ovoz chiqarmasdan javob beradi ular. Siz mana shu qilgan ishingiz uchun. Ko'nglidan nimalar o'tishini bir Alloh, bir o'zlari biladi. Xullas kalom, sholi kurmaksiz bo'lmaganidek, hurmatli kuzatuvchilar, vatandoshlar, oramizda mana shunaqangi tarbiyasiz, yurish-turish madaniyatidan bexabar, befarosat odamlar ham bor. Afsuski, millatni yomoni bo'lmaydi, odamni yomoni bo'ladi. Yomon odam hamma joyda uchraydi. Yomonlik millat tanlamaydi, din tanlamaydi, irq tanlamaydi. Ko'rdingizmi, yuzingizni teskari qilib o'tmang. 1-2 marta e'tirozingizni bildirib, nima qilyapsan deb qarshilik ko'rsatib, tanbeh berib, tartibga chaqiring-da. Nasihat qiling-da, ayniqsa kattalarimiz. Yoshlar qiziqqon birpasda urushib ketadi. Beparvo bo'lmaylik. Mana shu beparvoligimiz o'zimizni yoki eng yaxshi ko'rgan yaqinlarimiz, oilamizdan kimidir boshiga balo bo'lishi mumkin. Tanigan bilganingiz bo'lish shart emas. Alloh bilan vijdoningiz yakkama-yakka qolib, yuzlashganimizda yorug' yuz, pok vijdon bilan qarshisiga chiqaylik, sog'lom iymon bilan. Tez fursatda yana diydor ko'rishguncha, mehribon Allohimga omonat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.